Assalomu alaykum. Mana kuzatib borayotgan obunachalarim. Omonat dunyoda omon yuribsizmi, qadrdonim? Bugungi obzorimiz Buxoro shahar 5-mikrorayondan Shayx bozorcha desak ham bo'ladi, yo 5-mikrorayon Somi desak ham bo'ladi. Shayx bozorcha tomonidan kirib kelsangiz ham bo'ladi yoki 7-tomondan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Domimiz veterni holatda 5 etajli domning 1-etajida 2 xonali kvartiramiz, 2 tomonlama proyekt, 6 metrlik balkon. Ana bu o'tirgan xonamiz birinchi xonamiz. Birinchi xonamiz ham kengina, balandligi bemalol 3 metr 3 o'yin, kengligi ham keng. Nima uchunki, anchagina katta qilganliklari sababligi perxoshga qo'shilgan bu yerda. Ana bu yerdan bitta devor qilganlar. Ana bu esa bizning hojatxonamiz va yuvinish xonamiz. Bu yoqda esa bizning katta kengina zalimiz. Zalimiz ham keng. Kim hozirgi holatda ijarash turibdi 1.800.000 ga dedilar. Olgandan keyin kimga ma'qul kelgan bo'lsa, olib remont qilsalar bo'ladi. Ana bu esa bizning kuxni qismimiz. Kuxnimizni balkonga chiqarganlar, bu yerda ham bemalol o'tirib ovqatlanishga zona qilsangiz bo'ladi, qadrdonlarim. Bu yoq esa bizning 6 metrlik balkonimiz. 6 metrlik balkonimizni kuxni qilganlar, bu yerda tapchancha qo'yib, o'zlariga sharoit qilib taxlaganlar. Yo'q esa orqadan eshik qo'yganlarga chiqib bemalol o'tirishga sharoit qilganlar. Qadri bilan qadrdonim. Obzor sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni aytmayman. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Like-chani olasiz, like-chani bosasiz, shu yurakchani bosib berasiz. Birinchi etaj. Narxi ham yomon emas, normal narxi. Bitta like bosing keyin aytaman, qadrdonim. Like bossizmi? Bossizmi yo'qmi? Baribir aytaman. Qadrdonim, kvartiramizning narxini 34.900 deb baholaymiz. Yana ozgina zazorchasi bor, savdolashsak bo'ladi. Ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz. Hujjatlarida muammo yo'q, qadrdonim. Bizning obzorimizni ko'rib turasiz. Shu ko'rganingizdan keyin ham bitta like-cha bosing. Bitta shu obzorimizni do'stingizga tarqating. Mana bu do'stlar sizlar sababchi uylik bo'lishi mumkin. Sizlar sababchi biz shu uyni sotishimiz mumkin. Savob qilasiz, qadrdonim. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizlarga aloqada chiqishni so'rab qolamiz. Qadrdonim, Feraz agentsiyada obuna bo'lishni unutmang. Soqqan tashang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.